Sen beni altında. Hay sözümü konuşma. Sıkıldı beni. İta. Yapma la. Men iğir ayak cinim zayır. Bana işiniz ağırsın. Bana uval kılman. Bana tövmet kılman. Hele bakayım. Bana uval kılman. Sen bu şikayetlerimle beni aldırmadı adamsa. Kuda aldı da kasam küperseme birey. Hey. Benim orada gitsen de yardımcı mı? yok. Ne istemem ben? Bana uval kılman. Hey kepyendir etsen o. Çıkamam. Çıkar. Çıkar. Ben özümge. Hele bakayım ayağını bekep gitsen değil mi? Çıkarmışmamsa. Hırmızı tövmet. Çıkarmışmamsa. Çıkar. Bana. Yak. Yak sayın yak. Yak. Bana. Hiç ayağıma sıçmama. Fıt. Yok be. Sayın. Canım kızım, sizni hiç hakkısı yok deb bozak qıptı. Oşundaq mı uğramdı? Qarına, canım kızım. Süleyhan ana, Said'nin elimi geçidemedim. Onun kurksuz kuruk töhmetleri, tayakları cinimden ötüp gitti. Ben hiç kadar günah kılmagan tursam, o nimişki beni horlaydı. Nimişki bana kart yaplaydı. Bundak yaşanımdan ölüp kesem yaxşıydı. Ama azap okubetten kutulandı. Canım kızım, undaq deyme. Herkes undaq yaman xiyalda bolma. Siz degen hazır iğir ayak. Özünüzünü oylamışsınız mı? Havu balını oylan canım kızım. Ayal kişi degen aciz gelir ikenmiz. Ayal xaqның beşiğe ne külle gelir iken. Rahmetlik dadam bilen apam bolgan bolsaydı, ben bundaq küllegimi qanmasaydım. Dadam bilen apamның yo'qligi hech bilinib ketdi. Elime Xudoga shukri sila bo'lib qaplan. Sila bo'lmasa qandoqmi qiladi? Kimlarga yig'lab, kimlarga yalvardim? Men bu sizga qaranmadim canım balam. Halınızdan haber alamadım. Tuqqanchilikni yetkizolmadim canım kızım. Meni kechir etasiz. Menden herkes xafa bo'lmang balam. Yo'q, undaq demisizlar Süleyhan ana. Elimi sizlarga ko'p ig'irchiligimni soldim. Xafalık tasamlı yıllarga kelaman. Ben hazır hemmeni o'ylab qo'ydim. Said men bilan baribir uy tutmaydi. Shuna bu yurtni tashlab yiroq yerlarga ketaymikin deyman. Siz balam. Siz degan ayol kishi tursiz. Yana nelerdi tentirep şereysiz. Herkes şeytanın kaynak kirmeni canım balam. Said öydüm kovlanırken bolsa, mana benim uyum var bu.
Tova, bu gündeki adamlarda insaf mı kalmaptı cuma? Hicil bulmay xalqning erlerini tatib olamiz deb yuridi ekan. Bizni erlerimizin chim tutsak bo'g'day. Tova, nima degan satchilik bu, ha? Emasmi? Ma arzigil deganimi? Yüzü tüven, xil axloqliq cho'kanmikin deb ekanman. Hey, xalqning eri bilan chatiqva deb o'zining eri uydan qo'g'lab chiqiribdi. Shunaqmi? Uni bilan bo'lgan bo'lsa, eslib uyga olgan bo'ladi. Ne namussiz. Nimişçe, sen nimişçe bana benim aklımda Xudo guvohim, qizig'imdagi narsaga jan guvohim. Said nimish qilmag'man qasgilik qilib. Ben yıkırayıp dursam, o nimish meni uydan haydab chiqaradi. Mahalladagi bu ayollar nimish keynimda siz chechak taqdim. Ben onların altında nima günah qildim? Shunda qilib ayolingni haydab etdim. Ayoling yomon emas ayoldi. Haqning gapiga kirib, unga val qildim. Uning ustiga ig'riyatlayotsa, bola tug'ilsa, yetim bo'lib qolmamdi. Mushlarni o'ylamadingmi, ha? Men boz bo'lmamdi. Bugun cho'ng'anda dadam bati deb izlab topa. Uning boshqa turib nima qilmay adash. Ey, haraq qo'ysang momda, o'ltirdigan balangiz nima? Xo'sh. Gepimge kirip muş yerden keplisiniz yaxşı bo'lardi bola. Yoqqi jurtlarda yursangiz tez bo'larmikin. Onun ustiga hozir eg'irayaq tursangiz, men sizdan ansirab qelyapman, jinim qizi. Ben hamını o'ylab qo'ydim Zulayxon ona. Ben bu yerda turaversam, yana sizlarga eg'irchiligimni sog'dayman. Onun ustiga xalqlarning so'z chechaklarimi jinimdan o'tib ketyapti. Zohid degan ishplasmi hamon bir kuni bu yerga bostirib kelib, sizlarni menimi parakanda qilishi mumkin. Şuna xalqlarning ko'zi ko'rmaydigan yiroq yerlarga ketay. Mana bir turmush yo'li tepilib qoladi. Bo'pti bola. Gepimga kirmadingiz. Ma xalqini elib bilan beshingizga kun tushgan setib xarajat qilasiz. Yo'q, amal vaqtingiz yiqilishdan burun jurtga qaytib keling. Bo'lmasa o'zingizni va bolalarni qiynab qo'ysiz jinim qizim. Men qizim. Zulayxon ona. Dizishni unutqaman jinim bolam. O'zingizni obdan asrab, xo'sh bo'ling. Sizlarni o'zlarini asrasizlar Zulayxon ona. Xudoga omonat. Xo'sh Xo'sh bolam, xo'sh.
Hoş çoğun. Hoş canım kızım. Meni şehirge ağaç kestiniz op diken. Çıkın ha. Çıkın. Çıkarak otur ha. Kene, qaraganda siz uyda yomonlab chiqmoqchisiz, ha? Biz tanışıp qalaylik. Mening ismim Tatliqjon, ha? Qanaq? Nimada qilsiz? Buni qilmay, yaqinroq o'tiring. Kel. Qo'yvat. Xalq qo'ymoqda qizgansiz. Gapimni anglang. Men sizga nima desangiz shuni aytib beraman, ha? Gapimni anglang deyman. Yaqinroq keling, ha? Qo'yishmas. Men sizni rozi qilaman. Mashina to'xtat. Nima deydi? Mashina to'xtat deyman. Nega borsiz? Gapimni anglang deyman. Bu cho'llikda bizni hech kim ko'rmaydi. To'xtang, to'xtang. Bizni kim ko'radi? Qizchaq, ko'zingizni oching. Qizchaq. Meni nega maqdingiz? Siz nega boryapsınız? Urumchiga. Qo'rqmang. Sizni Urumchiga sog'-salomat olib qo'yaman. Xotirjam bo'ling.
Mehmet, mehmon qaranglar. Ay yo'q. Men ish istab kelib edim. Nima ish qila olasiz? Hamma ishni qila olaman. Undaq bo'lsa, av uydagi qochqochlarni juyib beqing, ko'rib boqay. Ma'qul. Mehmet, bu qizga juydigan qochqochlarni ko'rsatib qo'yg'ina. Oy yoqqa bering. Ha. Tez bo'lin. Menga Uyt. Ha. Ey, mushu xenim, musha deytib qo'yib ishlaysiz. Atigini soat 4 o'rningizdan tursiz. Meni ruxsatimsiz uyoq bu yoq menish bo'lmaydi. Tushungansiz? Anladingizmi deyman? Tushundim. Bu uyni ochqichi. Vaqtida ishga chiqasiz. Balalarım, ben sizlerni chiroyli bir shaharga olib beraman. U yerda ko'p pul topsizlar. Anladinglarmi? Anladım. Hey, navoiy yo'lda soqchilar uchrab qilib, tekshirib qolsa faqat chandırib qo'ymoqlajmi? Ma'qul. Men nima desam, meni og'zim qaranglar, ha? Faqat chandırmoqlajmi? Ma'qul. Ha? Anladinglarmi? Anladım. Manga qansa, ha? Ma'qul. Zoid tog'a, Nima bo'ldi? men bir qo'rqib ketyapman. Dadam opop ensirib qolamikin. Xotirjam bo'l. Ansirmaydi. Men batursam nimadan ansiraydi? Pul topgan yo'qmi? Bo. Ha, unda qo'yadigan bo'ldi-ku. Ha? Mening dilimda qilsanglar, chatoq chiqmaydi. Anladinglarmi? Bak. Bak. Keling, qani ishkir kiring. Ha, ishkir kiring. Mehmonga choy quyinglar. Bo'linglar.
Rast gepingizni ayting. Mau qo'sqingizdagi haromdan bo'lgan balani zodi nerdan topdingiz? Ha? Men sizni ishchankan, yuztabankan, axloqliqkan deb bu oshxonada ishlatgandim. Kelginingizga nech oy bo'la bo'lmayla haromdan bola tepib, qo'sqingizni yo'g'antib, pompaytib, men do'st dushmanning oldida nomusga qo'ydingiz. Bo'ldi. Endi men sizni ishlatmayman. Sizni bundaq sharmandachilik qila deb o'ylab baxmabdi ekanman. Mana bu sizni ish haqingiz. Iring. Ertadan boshlab ma uyni bekalab, nega yo'qolsangiz yo'qling. Ko'zimga ikkinchilab ko'ringuchi bo'lma. Ne bo'ldingiz? Yordamim kerakmi? Voy. Siz Orzugul-ku. Ne bo'ldingiz? Menga yana bir qatim yordam qilgan bo'lsangiz. Voy, voyjon. Meni doktorxonaga qo'yib qo'ygan bo'lsangiz. Voy, voyjon. Voy. Voy. Voyjon. Voy.
Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Uy ijaraga olmoqchi edim. Kiring. Rahmat sizga. Kelin. Bu arzon, ko'rib beqin. Necha pullarga berasiz? Arzon 15 ko'rib beqin. Cho'ngi bormi? Hoppa, chim. O, balam. Qancha yoshlik bolalar kelar? 4 yoshlik bolalar keladi. Elanga. Bo'ladi ekan. Olsangiz arzonroq beraman. Necha? Bo'lmi bor. Ikkisini olsangiz arzonroq beraman. Oho, balam. Ma'qul. Oho, balam, shug'lama. Balam. Mushu bir xillimi? Necha xilidim bor. O'rtaroq ko'rib beqin. Olsangiz arzonroq beraman, ha? Buni Balam, shug'lama. yana arzonroq berasiz, ha? Olsangiz 10 ko'rib beray. Oy, yaxshimisiz? Tekshiribsiz? Yaxshi o'zingizchi. Yaxshi. Tijorat qilib yetibsiz-da? Ha. Yaxshi. Voy, balangizmi cho'ng bo'lib qopti, ha? Ismini nima qo'ydingiz? Umidjon. Ha. Yaxshi ismga. Ma'nisi bor ismga. İşlaringiz qandayroq ketyapti? Meni yordamim lozimmi yo? Sizga ko'p rahmat. Helimi ona bola ishimizga ko'p yordam qildingiz. Sizga qanday rahmat aytishni bilmayapman. Undaq demang. O'zingizmi ko'p tirishchilik ko'rsatsiz. Yordam qiladigan ish bo'lsa, menga telefon urasiz. Mana bu mening ism kartochkam. Qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, menga telefon urayvering. Qo'limda kelishicha yordam qilaman. Kim o? Acaba içilip yeyilip sözleşip gettiniz ha? Arzugul. Av balıcı. O Arzugulning o'g'li Umidjon. Sizning bu shaharda tunimaydigan xotinlaringiz yo'q. He? Nima deganingiz bu?
To'xtab turing, ha. Do'koningizni men ijaraga olay dedim. 1 yillik ijarasini oldin biraqla to'laysiz-mi? Bo'ladi, biraqla kelay. Do'kon ancha cho'ng emas, lekin o'rni yaxshi. Ziyon tortmaysiz. Juring amsa, berib ko'rib baking. Oppo! Oppo! O bolam. Ay canım bolam. Omak oğlum, canım bolam. Hopşa! Geleceğim. Gel. Ha. Ha? Beni dikensile ha? Tez kara! Karnı ne? Yok, Sen de şu. yok. Bugün sen tapkan pulun aramışsınız mi? Kene karnı? Kene? Onu Kim çıktı olsa? bilmey, Kim çıktı olsa? bilmey juda qıptı ben. Dur. Yine kayısın uçtaklıgan bolsam, boynunu üzüldüm etme. Oldu mu? Sen şu. Karanlık.
Ümitcan, nimandaq sho'xlik qilasan? Manga sir chiqib birdim o'yinig'ini qo'zam. Mo'qul, manga. Xafa bo'lmanglar, xafa Kichik bo'lmang. bola emas bu, hech vaqasi yo'q. To'pur! Bu top sınavma. Hı. Bir kere bir yakın. Bir kere bir. Neçe şükürde? 4 yoshqa. Acep omaq balı kense. Benim balam kuyup koyğandek okşaydı kense. Ben sana bir oyuncak vereyim ya. Cuma? Et bakayım. Ben seni götürüp koyayım ya. Yaxşı bu da degan gap anglaydi o. Ben toplama hala. Ben seni otirak apırıp oyun tikilayım o. Yo'q, Ha? yo'q. Berkille ya. Ma. Yo'q. Berkilimiz. Appa! Kırma. Appa! Allah. Dur. Bakalım amsızlık şimdi. Hele. Qaytamsiz? Ha, qaytay. Tamog'ingga bek o'xshabdi. Yana Rahmat, kelasiz, ha? Dilxumar, chaynakni akab bering. Ümitcan! Ümitcan! Dilxumar! Ha? Ümitcanni ko'rdingizmi? Yo'q, voyimishada o'ynayotmabdi. Oy, ne ketganda? Ay, balam. Siz bir kichik bola ko'rdingizmi? Ya, kömürüm. Bir kichik bola ko'rdinglarmi? 4 yoshlarda bu bolani. Yo'q, ko'rdim. Ümitcan balam. Ne ketdim? Ümitcan. Ümitcan. Canım.
sayılarının köpeyişi, kelkinin əlici ilişini, Pakistan ve Hindistan'ın g'arbiy shimoliy qismida Kashmir kenarından zo'r darajada azab ketishini keltirib chiqargan. Bu dokument 26 avgust Janub Afrikadagi Dünya Başkısı yig'ini uchun tayyorlangan. Vay. 1995 Halmuratmisiz? Men Arzigul. Arzigul? Qaysi Arzigul? Konsul ko'chisida oshxona ochadigan Arzigul. Siz mittangiz, yaxshimisiz? Menga yordam qilgan bo'lsangiz Halmurat. Bolam Umidjon yo'qolib ketdi. Men nima qilarimni bilolmay qoldim. Sizni yana avvar qilgan bo'ldim. Siz hozir nerede? Konsul ko'chisining oldida. Siz shu yerda midirmay turib turing. Men hozirla boraman. Ma'qul emsa? Xo'sh. To'xtam. Bu kechda nega borsiz? Siz uxlayvering. Men hozirla qaytib kelaman. Arzigul. Nima ish bo'ldi? Bolam Umidjon. Yig'lamang, nima ish bo'lganligini menga aniqroq dang. Bolam Umidjon yo'q. U tushdan keyin to'yqsizla yo'qolib ketdi. Arzigul, ko'nglingizni yerim qilmang. Bola shoqim tepiladi. Juring, biz bilib berib izlaylik. Ma'qul.
Şen yok canım balam. Ben de tapamam. Arzugül, kılınızın yerim kılma. Öz yerimizde yemek bakma. Bu hayatın köpken kaygısı Dılazattan kıyınılar işken Bu hayatın köpken kaygısı Dılazattan kıyınılar işken Tenhanlılan yıpırmak kemi Ay, şirek şıgılap sarılınar işken Tenhanlılan yıpırmak kemi Ay, şirek şıgılap sarılınar işken Otursan mana bu dertli Gözümde yaş kılımda hicran Otursan mana bu dertli Gözümde yaş kılımda hicran Kalbimdeki kaygı Ay, inay sana anladım cahan Kalbimdeki kaygı Ay, inay sana anladım cahan Arzugül, özünüzü tegeştirip alma. Ben berip sakçıgmaylık kılay. Sizning pek amartılıkım Menden xafa bo'lib qolmang O'g'limni topolmasam bu dunyoda yashamayman Balam Arzugül, balanız Ümitcan'a bir apaç sürtü var mı? pul topaman deb yurib bolamni bir apaç suratga tushirib qo'ymabdi ekanman Ondaq bo'lsa, balangizdan biri alaydi belgisi var mı?
Siz obdarak eslep yapın. Belki bunun balığınızı tepişqa paydı soqqala. Nas. Demisida yig'on bir tom menga bor edi. Siz ko'nglingizni buzmay turib turing. Men bu yerga saq chiqmayman qolay. Jinim bolam. Bana tuğ kayıtlı sıkı deydi. Sen tek benim gidimini anlamaysın ha? Ben hazırlısını gep kırgızman okup koy. Sala ayağını. Kıpı. Yeter yeter. Kim dur ya? Çıkar mısın be? Estağfurullah. Tepme. Tepme deme. Tepme. Şimdi tada kulağını. Bak kulağını kıymet. Bak öyle. Bak şunun yamanlığı ne? Ben bile erişmek istemez sen. He? Şimdiki. Sen kanda kılmaya çıkıyorum koya. Ağzını şum değme. Estağfurullah. Çıkma. Bana mısın? Seni şiddetle etmediğin bolsam ha? Sana bir ay. Eğer gibini almadığın bolsan, boynunu üzültme cuma. Kudu çocuğunu boynunu üzgendek. Anladın mı? Jinim bolam. Jinim bolam. Sen neden? Neler yürüdüğünsün? Jinim bolam.
Qandaqroq ahvolingiz Arzigul? Keldingizmi? Saqchilar bor kuchi bilan izlayotdi. Lekin Ümitcanning izlerigini ololmabdi. Siz bundaq o'zingizni yo'qotib qo'ysangiz bo'lmaydi, Arzigul. Umidvor bo'ling. O'g'lingiz cho'qim tepiladi. Xotirjam bo'ling. Arzonliq o'g'lim. Meni kechirgin. Hamma gunoh menda. Men pul tepish bilan bo'lib ketdim. Sana yaxshi qarayamadim bolam. Ko'nglingizni yerim qilma Arzigul. Umidjon cho'qim tepiladi. Xotirjam bo'ling. Men sizga oxirgacha yordam qilaman. Asli ish mundaqkanda. Men oldirash deysa. Kech-kechlab uy kirmaysa. Aslida bu bozorni yo'qlash uchun oldirashgansan-da. Seni o'ylig'iningdek emas. Aslisini ozdirgan. Mushu bosiqqanda. Men buning adabini bilmaydigan bo'lsam. Yo'qotsan, unda qilma. Qo'yver. Unda qilma. Manqara, bu bir yaxshi ayol tursa, nima ish qilsa? Bu buzuqning adabini bilmaydigan bo'lsam, odam bo'lmaydi. Unda qilma. Beshamni qilma deyman. Besham? O'zingni tutib ol. Beshamni qilganim endi ko'rib qo'y. Yo'qotsa, bir narsa qilma deyman. Unda qilma. Mana. Qo'yver. Bana deme. Qo'yaman. Başını çıkar. Bir obdan ailini buz deb bu buzuq. Rasva. Hey, sen onda qılayımqan xiyallarını qılma. O ayağına bazı yoqab ketibdi. Balisi yo'qab ketsa, sen bilan ne munosabati bor? Sen ya onun tuqunini etding, yoki izlab tep bergan saqchim etding. Hey, o ayolning bu shaharda hech qanday yo'lanchig yo'q ekan. Ozroq yordam qilgan nima bo'ladi? Ha? O yordamga muhtoj bo'lib qopti. O bir oq ko'ngil, samimiy ayol ekan. Mayli sen ishongan yoki ishonma, o ayol bilan men hech qanday g'ayri munosabatim yo'q. Tushundim. Sen oshpazkini bilan aralashib, shu umarla karim bo'lmabdi ekanligini. Vaqirma, qalaymiqan so'zlama, og'zingni shum. Qo'shni anlab qasab turdi. Odamni nimanda qaraydigansa? Men seni yaxshi ko'rgashga mushu uyni tutyapmiz-ku. Deganlaringning hammasi yolg'on. Sen meni aldayman deyman. Men sen bilan o'tirishman. Gulpiya. Gulpiya, sen
Yaxshimisiz? Keling. Qani, o'tiring. Bir ishing bormidi? Oğlum yo'qolib ketdi. Hech yerdan topolmadim. Siz oldirmay, ahvolni tafsiliy so'zlab bersangiz bo'lamdi. Men konsul ko'chasida oshxonachiman. Necha kunning oldida o'g'lim o'ynag'ili oshxona sirtiga chiqib ketdi. Tuyuqsizlik yo'qolib ketdi. Balamning ismi Ümitjon. Bizda yo'g'on bir tal menga bor edi. Necha kun bo'ldi. Balamni izlab hech yerda topolmadim. Ko'nglingizni buzmang. Biz cho'qim amallik qilamiz. Yig'lamang. Necha kunning oldida Xilmurod akam ma'lum qilgan hiliqi deylar shu kanda, shumi? Shu. Singlim, biz texi bolangizni izlayapmiz. Bir ishki soqchi hozir jinoyat gumondorini tepish uchun taraf-tarafga chepiyotidu. Izdirki chiqsa, biz sizga cho'qim xabar qilamiz. Ko'nglingizni buzmang. Bek umidsizlikmi ketmang, bolamda. Ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu oshxonani ochgan ayol qani? Oshxonani menga o'tkazib berib ketib qoldi. Ne ketdi? Qo'ydi kelma. Bir ay gap so'z qoldirmadimi? Yo'q. Rahmat.
Xo'sh. Buluşa çıkırışa. Bu ne? Kırak oturmayın. Oldu mu? Bulunla. Emni koymay çıkırınla. Eli bakat hep aldırgan bolsam. Emiz mi şuma? Ha? Kağınıcı. Ey! Tapkan pulağının emiz mi şuma? Ha? Gel bana. Yok, Yok mu? Sen de çö. yok. Obdara kara ha, yan çıkınga. Yan çıktı yok mu? Hey! Yok mu? Nasıl kep kıl? Yok mu? Ondan kapılar. Gel baba. Yok. Görüştün mani. Mani fıldaydı o. Ne bu? Emmanlarga dep qo'yay. Manda obdan ekansanlar. Mukofotlayma. Ha? Bo'lmasa bo'yninglarni uzidimi? Anlashdingmi? Ala. Bundan keyin-chi, shunday jiq ekansiz-mi? Hamma nima qilgan? Yaxshi yuraysan, ha? Ha. Yiyecek. O'sha ishi. Ha. Arzigul, ben sizni ko'p izledim. Siz nahayatda g'ayratli edingiz-ku. Bundaq o'zingizni yo'qotib qo'ysangiz bo'lmaydi. Urumchiga yangi kelgan chog'laringizdagi g'ayratingiz qani? Arzigul, menimcha o'g'lingiz shaharda, atrofimizda bor. U cho'qim qaytib keladi.
siz umidvor bo'ling. Bu ko'ngilsizliklarmi o'tib ketadi. Balangiz uchun bo'lsa-mu, salomatligingizni asrab, obdan yashashingiz kerak. Siz bunda o'tiraversangiz bo'lmaydi. Cho'qim ishni qaytadan boshlaq ma'qulmi? Aras. Ben kichkina bir restoranda xushib qo'ydim. Sharoitim yaxshi ekan. Berib ko'rib boqamsiz. Arzigul, aşı aldığımız restoran şu. Jura, kirib ko'rib boqaylik. Yaxshimsizlar? Yaxshimsiz. Qani, kiringlar. Qani, sizlarga yaramdikin, ko'rib yiqinglar. Bo'ladi ekan. Xalmurat, sizga qanday rahmat aytishni bilmayapman. Sizni ko'p avor qildim. Undaq demang Arzigul. Men sizga hech nima qilib beramadim. Men har qanday bir yaxshi niyatli qarindishimdan obdan kun ko'rishini tilab yuradigan odamman. Faqat boshqalarga madad bera olmayman. İlham bera olmayman. Qo'limdan kelsa yordam qilsam deb o'ylayman. Arzigul, siz yaxshi kun ko'rishingiz kerak. Hammamiz yaxshi kun ko'rishimiz kerak. Siz ishni cho'qim qaytadan boshlang. Cho'qim muvaffaqiyat qozona olasiz. Jura, berib so'zlash boqayli. Bo'lmaydi. Bu baho bek tuvan bo'lib qoldi. Mal yaxshi tursa, yana ozroq qo'shmasa olmaydi. Tilingni chaynamay, bo'ladigan yerini demamsansa. Gap qil deymi? Mal mishaydilar. Ko'rib bir bilamsansa? Qopa, hamsi ko'rib bir nima dey. Mana. O'zi o chiroyli qilib ekan. Bo'pti, qo'shsam ozroq qo'shay. Usta. Bu bahoga umalni belgilamaydi. Yana ozroq. Qandaq gapingda turmaydigan nimasini ava. Bo'ldi, olmayman. Hey. Hey. Şu balama. Neçe saati ba? Ha, bo'ladi, hozirli boray. Hey. Qopaman, ketime. Tijoratingiz qandayroq ketyapti? Xudoga shukr, xeyli yaxshi ketyapti. Bu sizning yardamingiz yo'l ko'rsatishingizdan bo'ldi. Hammasi o'zingizning tirishchiligi Arzigul. Sizga bir maslahatim bor edi. Desam yana avor qilib qo'yamanmi? Nimadan deydigansiz? Qo'limdan kelsa cho'qim yordam qilaman. Arzigul, qani davring. Xalmurat, men har qatim ko'chada uyga chaqisiz tenab tamtirab yurgan sabiy bolalarni ko'rsam bek azoblanib ketaman.
Olamı. Yaxşı turmuşqa, mehr muhabbatga muhtojku. Şu bichara bolani ko'nglimda jenim o'g'lim Umidjon ko'z oldimga kelib oladi. Jenim o'g'lim nalada sarsam bo'lib yurgandi. Men o'g'limni pek sevgandim. Uni pek ko'nglim kelib ketdi. Arzigul, menimcha umidingizni uzib etmang. Balangiz cho'qim tepiladi. Men ko'p o'ylanib, oxiri o'g'lim Umidjondek sarsalliqda qolgan ashundoq sabiy bolalar uchun bir yetim bola maktabi qurish niyatiga keldim. Lekin men hozir ishni nereden boshlashni bilmayapman. Shuni sizni biror yo'l ko'rsatamikin deb istashimdi. Yordam qilasizmi? Arzigul, obdan o'ylabsiz. Agar yetim bolalar maktabi ochadigan bo'lsangiz, haqiqatan ulug' ish qilgan bo'lasiz. Men sizga cho'qim yordam qilaman. Arzigul, sizni tabriklayman. Sizni tabriklayman. Arzigul, sizni tabriklayman. Siz bo'lmagan bo'lsangiz bu maktabni qaramaydim xalmir. Sizga ko'p gapiraman. Siz nayt savob ishni birni qildingiz. Siz o'z orzuyingizni oxiri amalga oshirdingiz. Haqiqatan irodali ekansiz. Umidjon. Umidjon. Jenim bolam neredesin? Neredesin Umidjon? Allah. Ha, ne bo'ldi? Umidjon og'rib qoldi. Kim o? Umidjon. Bana chiqib uxla. Bana!
Maşinini to'xtating. Uy, bu bola qizib ketibdi. Sizlarning ota-onanglar yo'qmi? Yo'q. Tayoq yedim keldimi? Bu bolani doktorxonaga olib bormasa bo'lmag'idek. Balning keslibak ig'irlab ketibdi. Vaqtida ekanmabsiz. Karvatga yotqizing. Canım oğlum. Yürek bağırın. Vay canım balam. Beni geçirgin. Vay balam. Canım balam. Tatlı balam. Doktor. Ben balamla aran taptım. Etinib qalay balamni qutuldiribsiz. Biz barliq kuchimiz bilan balangizni qutqizishga tirishimiz. Siz sirtda saqlab qo'ying. Canım balam. Canım balam. Canım oğlum. Canım oğlum. Canım oğlum neyden?
Ay vallahi. Kıyla kıvırkan. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizlarni ko'p avvar qilyaptim, rahmat sizlarga. Eliq ablah keçip ketdi, ama onu çokum tutamiz. Qani. El qo'ying. Arzigul, Yaxshimisiz, Xilmurat? Saqchiqandan telefon keldi. Jinoyatchi tutilgan o'xshaydi. To'ni beringlar deydi. Juring, berib baqayli. Ma'qul. Balanim eli bilan. Yura bolam. Yaxshiroq tayyorlik qilinglar. Ma'qul. Kelinglar. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. O'tiringlar. Jinoyat komandori tutildi deb xabar qilgansizlar. Shon kelib edik. Seni tilamchilik sağan odamni ko'rsang, tonimsan? Jinoyat komandorini olib kiringlar. Opa, o şu. Yapma! Bana tehmet kılmak. Gel gel durmasın! Sayın. Duydun çıkar! Bakın yapamam. Ya. Şimdi hemen! Ya. Bakın. Bu iki kaya basışın var! Ne kısmet bu. Arzigul, o'tirib o'tir. Arzigul, bu bizim balamız mı? Senin balan. Canım balam.
Apa, o adam seni tanıydı Kengo. Yürü balam. Arzugal! 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 Bu hayatın köpken kaygısı, dil azapta kıyınlar. Şey yok canım baba. Ben de kafamda. Azgın, kıvılansın yerim kılma. Özgürlüğün de etmek bakma. Bu hayatın köpken kaygısı, dil azapta kıyınlar işken. Bu hayatın köpken kaygısı, dil azapta kıyınlar işken.
Arzugul, o'zingizni tegishtirib olmang. Men berib saqchig'maylik qilay. Sizning pek avval qilmadim. Mendan xafa bo'lib qolmang. O'g'limni topolmasam, bu dunyoda yashamayman. Balam. Arzugul, balangiz Umidjonning bir apachi surati bormi? Pul topaman deb yurib, balamni bir apachi suratga tushirib qo'ymabdi ekanman. Undaq bo'lsa, balangizdan biri alohida belgisi bormi? Siz obdanoq eslatib o'ting. Belki buning balangizni tepishga foydasi bo'lib qolar. Ras. Demisida yo'g'on bir tal menga bor edi. Siz ko'nglingizni buzmay turib turing. Men berib saqchig'maylik qilay. Qaytib qo'ydi. Sen tek benim gipimni anlamaysan ha? Ben hazırda seni gep kırgızman, uqib qo'y. Sala ayağını. Qaba. Yeter. Kim tur ya? Çıkar mısın be? Estağfurullah. Tepme. Tepme deme, tepme. Şimdi tada kulağına. Bak kulağını kıymet. Bak öyle. Başımın yamanlığı ne? Ben bile erişmek istemez sen, he? Şimdi sen kanda kılmaya çıkıyorum koya. Ağzını şum değme. Estağfurullah. Çıkma. Bana mısın? Şunu şıptakla etmediğin bolsam ha? Sadık Bey! Eğer gibini anlamadığın bolsam, boynunu üzültme Cuma. Kudu çocuğunu boynunu üzgendek. Anladın mı?
Canım balam. Canım balam. Sen nereden? Neler yürüdün canım balam? Qandaqroq ahvolingiz Arzigul? Keldingizmi? Saqchilar bor kuchi bilan izlayotdi. Lekin Ümitjonning izlarigini ololmabdi. Siz bundaq o'zingizni yo'qotib qo'ysangiz bo'lmaydi, Arzigul. Umidvor bo'ling. O'g'lingiz cho'qim tepiladi. Xotirjam bo'ling. Arzonliq o'g'lim. Meni kechirgin. Hamma gunoh menda. Men pul tepish bilan bo'lib ketdim. Sana yaxshi qarayamadim bolam. Ko'nglingizni yerim qilma, Arzigul. Umidjon cho'qim tepiladi. Xotirjam bo'ling. Men sizga oxirgacha yordam qilaman. Asli ish mundaqkanda. Men oldirash deysa. Kechgacha uy kirmaysa. Aslida bu bozorni yo'qlash uchun oldirashgansan-da. Seni o'ylig'iningdek emas. Aslisini ozdirgan. Mushu bosiqqanda. Men buning adabini bilmaydigan bo'lsam. Yo'qotsan, unda qilma. Qo'yinglar. Unda qilma. Manqara, bu bir yaxshi ayol tursa, nima ish qilsa? Bu bozorning adabini bilmaydigan bo'lsam, odam bo'lmaydi. Unda qilma. Beshamni qilma deyman. Besham? O'zingni tutib ol. Beshamni qilganim endi ko'rib qo'y. Yo'qotsa, bir narsa qilma deyman. Unda qilma. Mo'y. Mo'y deme. Başını çıkar. Bir obdan ailini buz dep bu buzuk. Resva.
Hey, sen onda qalaymiqan xiyallarni qilma. U ayolning bolasi yo'qolib ketibdi. Balisi yo'qolib ketsa, sen bilan ne munosabati bor? Sen ya onun tuqunini etdin, yoki izlab tep bergan saqchimi etdin? Hey, o ayolning bu shaharda hech qanday yo'lanchigi yo'q ekan. Ozroq yordam qilganga nima bo'ladi? Ha? O yordamga muhtoj bo'lib qopti. O bir oq ko'ngil, samimiy ayol ekan. Mayli sen ishongan yoki ishonma, o ayol bilan mening hech qanday g'ayri munosabatim yo'q. Tushundim. Sen oshpazkini bilan aralashib, shu umarla karim bo'lmabdi ekanligini. Vaqirma, qalaymiqan so'zlama, o'g'zingni shum. Qo'shni anlab qasab turdi. Odamni nimanda qarlaydi qansa? Men seni yaxshi ko'rgashga mushu uyni tutyapmiz-ku. Deganlaringning hammasi yolg'on. Sen meni aldayman deyman. Men sen bilan o'tirishman. Gulpiya, Gulpiya. Ey, Gulpiya, sen Yaxshimisiz? Keling. Qani, o'tiring. Bir ishingiz bormidi? Oğlum yo'qolib ketdi. Hech yerdan topolmadim. Siz oldirmay, ahvolni tafsiliy so'zlab bersangiz bo'ladi. Men konsul ko'chasida oshxonachiman. Necha kunning oldida o'g'lim o'ynag'ili oshxona sirtiga chiqib ketib, to'yqsizlik yo'qolib ketdi. Balamning ismi Umidjon. Bizda yo'g'on bir tal menga bor edi. Necha kun bo'ldi. Balamni izlab hech yerda topolmadim. Ko'nglingizni buzmang. Opa! Opa! O balam. Ay canım balam. Omak oğlum, canım balam. Komşu! Geleceğim! Gel! Ha? Ha? Beni dikensile ha? Tez kıra! Kalkını ne? Yok, Sen de şu! yok.
Bugün senin tapkan pulun aramışıncılık mı? Kına kalkına. Kına! Ana, Kim çıktı olsa? bilmey, Kim çıktı olsa? bilmey jo'da qipti ben. Dur. Yine qaysi muştaqlığın bolsang, boynunu üzütme çıkma. Anladın mı? Sen çık. Qorong'i. Ümitcan, nimandaq sho'xlik qilasan? Manga sir chiqib birdim o'yinig'ini qo'zam. Mo'qul, manga. Xafa bo'lmanglar, xafa Kichik bola bo'lmanglar. emas bu, hech vaqasi yo'q. To'pim! Bu top sınavma. Berkile berka. Berkile bilan. Necha şükürde? 4 yoshga. Acep omaq bola ekansan. Mening bolam quyib qo'ygandek o'xshaydi ekansan. Men sana bir o'yinchoq beray, ha? Juma? Et bakay. Ben seni götürüp koyayım, ha? Yaxshi bo'ladigan gap anglaydi. Men to'pim hali.
Ben seni ağıtarak apırıp onu tıklayayım o. Yok. Ha? Yok. Birgille ya. Ma. Yok. Abba. Kırma. Abba. Allah. Dur. Abla amsızlık şimdi. Hele. Qaytamsiz. Qaytay. Tamag'ingga bek o'xshabdi. Yana Rahmat, kelarsiz, ha? Dilxumar, chaynakni akab bering. Ümitcan! Ümitcan! Dilxumar! Ha? Ümitcanni ko'rdingizmi? Yo'q. Voymishada o'ynayotmabdi. Oy, ne ketganda? Ay, balam. Siz bir küçük balık gördünüz mü? Ya gömdüm. Bir küçük balık gördüler mi? 4 yaşadı mı balığı? Yo'q, ko'rmadim. Nasıl? Ümitcan balam. Ne gittin? Ümitcan. Ümitcan. Köpeyişi, kelkinin əvici ilişini Pakistan ve Hindistan'ın g'arbiy shimoliy qismida tashrif qilgan azab ketishini keltirib chiqargan.
Bu dokument 26 Ağustos Cənub Afrikadakı Dünya Başçısı yığını üçün tayarlanğan. Vay. 1995 Anlaratmısınız? Ben Arzigül. Arzigül? Qaysi Arzigül? Konsul koçusunu aşkana açıdığın Arzigül. Siz mitiniz, yaxshimisiz? Bana yardım kılan bolsunuz Halmurat. Balam Ümitcan yo'qolib ketdi. Ben nima qilarimni bilmay qoldim. Sizni yana avvar qilgan bo'ldim. Siz hozir nerede? Konsul koçusunun oldida. Siz şu yerda midirmay turib turing. Men hozirla boraman. Ma'qul emsa. Xo'sh. To'xtam, bu kechda nega borsiz? Siz uxlayvering. Men hozirla qaytib kelaman. Arzigül. Nima ish bo'ldi? Balam Ümitcan. Yig'lamang. Nima ish bo'lganligini menga aniqroq dang. Balam Ümitcan yo'q. U tushdan keyin to'yqsizla yo'qolib ketdi. Arzigül, ko'nglingizni yerim qilmang. Bola shoqim tepiladi. Juring. Biz birga berib izlaylik. Ma'qul.
Yig'lamang. Necha kunning oldida Xalmurod akam ma'lum qilgan hiliqi deylar shu kanda. Shumi? Shu. Singlim, biz texi bolangizni izlayapmiz. Bir ishki soqchi hozir jinoyat gumondorini tepish uchun taraf-tarafga chepiyotidu. Izdirki chiqsa, biz sizga cho'qim xabar qilamiz. Ko'nglingizni buzmang. Bek umidsizlikmi ketmang, bo'landa. Ha? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu oshxonani ochgan ayol qani? Oshxonani menga o'tkazib berib ketib qoldi. Ne ketdi? Qo'ydi kelma. Bir ay gapsiz qoldirmadimi? Yo'q. Rahmat. Xo'sh.
chiqirish ha. Buna qara o'tmay. Og'dimi? Bulonglar. Hamni qo'ymay chiqiringlar, ali boka deb qoldigan bo'lsam. Ha. Hamizmi shuma? Ha? Qog'inichi? Ey! Topgan pulingning hamizmi shuma? Ha? Yana badu? Yo'q. Yo'qmi? Sen-chi? Yo'q. Obdara qara, yan chiqinga. Yan chiqdi yo'qmi? Ey! Yo'qmi? Rizqim qil. Yo'qmi? Undan qildilar. Yana bormi? Yo'q. Ko'rishding mani? Mani pul deydi. Nima bu? Hammanglarga deb qo'yay. Manda obdan akansanglar. Mukofotlayman. Ha? Bo'lmasa bo'yninglarni uzaydimi? Anlashdingmi? Ala. Bundan keyin-chi, shunday jiq akansizmi? Hamma nima qildi? Yaxshi yuraysan, ha? Ha. Yiysa. Mush ishi. Ha. Arzigul, ben sizni ko'p izledim. Siz nahayatda g'ayratli edingiz-ku. Bundaq o'zingizni yo'qotib qo'ysangiz bo'lmaydi. Urumchiga yangi kelgan chog'laringizdagi g'ayratingiz qani? Arzigul, menimcha o'g'lingizmi shaharda, atrofimizda bor. U cho'qim qaytib keladi. Siz umidvor bo'ling. Bu ko'ngilsizliklarmi o'tib ketadi. Balangiz uchun bo'lsa-mu, salomatligingizni asrab, obdan yashashingiz kerak. Siz bundaq o'ltiraversangiz bo'lmaydi. Cho'qim ishni qaytadan boshlaq ma'qulmi? Aras, ben kichkina bir restoranda xushib qo'ydim. Sharoitim yaxshi ekan. Berib ko'rib boqamsiz.
Arzigul, aşı aldığımız restoran şu. Yürü, kirib ko'rib baqay. Yaxshimsizlar? Yaxshimisiz? Qani, kiringlar. Qani, sizlarga yaramdikin, ko'rib yiqinglar. Bo'ladi ekan. Xalmurat, sizga qanday rahmat aytishni bilmayapman. Sizni ko'p avor qildim. Undaq demang Arzigul. Men sizga hech nima qilib beramadim. Men har qanday bir yaxshi niyatli qarindishimdan obdan kun ko'rishini tilab yuradigan odamman. Faqat boshqalarga madad bera olmayman. İlham bera olmayman. Qo'limdan kelishcha yordam qilsam deb o'ylayman. Arzigul, siz yaxshi kun ko'rishingiz kerak. Hammamiz yaxshi kun ko'rishimiz kerak. Siz ishni cho'qim qaytini boshlang. Cho'qim muvaffaqiyat qozona olasiz. Jiroq. Berib so'zlash baqaydi. Bo'lmaydi. Bu baho bek tuvan bo'lib qoldi. Mal yaxshi tursa, yana ozroq qo'shmasa bo'lmaydi. Tilingni chaynamay, bo'ladigan yerini demamsansa. Gap qil deymi? Mal mishaydilar. Ko'rib bir bilamsansa? Qopa, hamsi ko'rib bir nima dey. Mana. O'zi o chiroyli qilib ekan. Bo'pti, qo'shsam ozroq qo'shay. Usta. Bu bahoga umalni belgilamaydi. Yana ozroq. Qandaq gapingni turmaydigan nimasini ava. Bo'ldi, ammayman. Hey. Hey. Şu balama. Netçesedi ba. Ha bo'ladi, hozirni baray. Hey. Qopaman, ketime. Tijoratingiz qandayroq ketyapti? Xudoga shukr, xeyli yaxshi ketyapti. Bu sizning yardamingiz yo'l ko'rsatishingizdan bo'ldi. Hammasi o'zingizning tirishchanligi Arzigul. Sizga bir maslahatim bor edi. Desam yana avor qilib qo'yamanmi? Nimadan deydigansiz? Qo'limdan kelsa cho'qim yordam qilaman. Arzigul, qani davring. Xalmurat, men har qatim ko'chada uyga chaqsiz tenab tamtirab yurgan sabiy bolalarni ko'rsam bek azoblanib ketaman. Ularmi yaxshi turmushga, mehr muhabbatga muhtojku. Shu bechora bolalarni ko'rganimda jinim o'g'lim Umidjon ko'z oldimga kelib oladi. Jinim o'g'lim nalada sarsam bo'lib yurgandi. Men o'g'limni pek sevgandim. Uni pek ko'rgim kelib ketdi. Arzigul, menimcha umidingizni uzib etmang. Balangiz cho'qim tepiladi. Men ko'p o'ylanib, oxiri o'g'lim Umidjondek sarsalliqda qolgan ashundoq sabiy bolalar uchun bir yetim bola maktab qurish niyatiga keldim. Lekin men hozir ishni nerdan boshlashni bilmayapman. Shuni sizni bir yo'l ko'rsatamikin deb istashimdi.
Yordam qilasizmi? Arzugul, obdan o'ylabsiz. Agar yetim bolalar maktabi ochadigan bo'lsangiz, haqiqatan ulug' ish qilgan bo'lasiz. Men sizga cho'qim yordam qilaman. Arzugul, sizni tabriklayman. Sizni tabriklayman. Arzugul, sizni tabriklayman. Siz bo'lmagan bo'lsangiz bu maktabni qaramaydim Xalmira. Sizga ko'pdan rahmat. Siz nayt savob ishni birni qildingiz. Siz o'z orzuyingizni oxiri amalga oshirdingiz. Haqiqatan irodali ekansiz. Sen beni altında. Hay sözümü konuşma. Sıkıldı beni. İte. Yapma lan. Men ig'ir oyoq jinim Zoir. Menga ishingiz og'irsin. Menga uvol qilmang. Menga tuhmat qiling. Hadi bakalım. Menga uvol qilmang. Sen bu şirketlerin onu beni aldamadı adamsa? Xudo oldida qasam qilib bersam beray. Hey. Mening Gap gitsen de yakını cuma. yo'q. Ne işlemem ben? Menga uvol qilmang. Hey gap yandırıyorsun o. Çıkamam. Çıkar. Çıkar. Men o'zimga Öyle bakıp ayağını da gap gitsen değil mi? Çıkar çıkamsa. hammasi tuhmat. Çıkar çıkamsa. Çıkar. Bana. Yo'q. Yo'q. Çıkar değil mi? Yo'q. Bana. Git ayağıma sıçmama. Fıt. Yok be. Zoir. Canım kızım, sizni hiç hakkısı yok deb bozak qıptı. Oşundaqmı uramdı. Qarına, canım kızım. Züleyxan ana, Saidning alimiga chidamadim. Uning quruqsiz quruq tuhmatlari, tayoqlari jinimdan o'tib ketdi. Men hech qanday gunoh qilmagan tursam, u nima
Nimishqa meni xo'rlaydi? Nimishqa menga qarz yaplaydi? Bundoq yashaganimdan o'lib ketsam yaxshi edi. Hamma azob oqibatdan qutulardi. Canım kızım, undaq deme. Herkes undaq yaman xiyalda bo'lma. Siz degan hazır iğir ayak. Özünüzünü oylamışsınızmı? Havu balını oylam canım kızım. Ayal kişi degan aciz keledi ekanmiz. Ayal haqni beshiga ne kunlar keledi ekan. Rahmetlik dadam bilan opam bo'lgan bo'lsaydi, men bundoq kunlarga qolmas edim. Dadam bilan opamning yo'qligi hech bilinib ketdi. Elime Xudoga shukr silab qopla. Silabimizni qanaqmi qiladi? Kimlarga yig'lab, kimlarga yalvardim? Men bu sizga qaranmadim canım balam. Halınızdan xabar alamadım. Tuqqanchilikni men yetkazolmadim canım kızım. Meni kechirib o'tasiz. Mendan hergiz xafa bo'lmang balam. Yo'q, undaq demislar Sulayxon ona. Elimiz sizlarga ko'p ig'irchilikimni soldim. Xafalık tasamlı yollarga kelaman. Men hozir hammani o'ylab qo'ydim. Said men bilan baribir uy tutmaydi. Shuna bu yurtni tashlab yiroq yerlarga ketaymikin deyman. Siz balam. Siz degan ayol kishi tursangiz, yana nelerni tantirib yurasiz. Herkes şeytanın kaynak kirmeni canım balam. Said uydan qo'g'lab o'tgan bo'lsa, mana mening uyim bor. Tova, bu kundaki odamlarda insof mı qolmabdi juma? Xijil bo'lmay xalqning erlarini totib olamiz deb yuradi ekan. Bizni erlarimizni chim tutsak bo'g'di. Tova, nima degan satchilik bu, ha? Emasmi? Ma orzigil deganimi? Yüzü tuvan, xil axloqliq cho'kanmikin deb ekanman. Hey, xalqning eri bilan chotiqva deb o'zining eri uydan qo'g'lab chiqiribdi-dak. Shunaqmi? Uni bilan bo'lgan bo'lsa, eslib uyga olgan bo'ladi. Ne namus? Nimişçin? Sen nimişçin bana? Benim aklımda Xudo guvoh. Qozig'imdagi narsaga jan guvoh. Said nimish qilmag'man bak askilik qilib. Ben yig'rayaptirsam, o nimish meni uydan haydab chiqaradi. Mahalladagi bu ayollar nimish keynimda siz chechak taqdim. Ben onların altında nima gunoh qildim? Shunday qilib ayolingni haydab etding.
Ayaling yaman emas ayoldi. Haqning gepi kirib, uningga val qildim. Uning ustiga ig'ir yaqlayotsa, bola tug'ilsa, yetim bo'lib qolmamdi. Mushlarni o'ylamadingmi, ha? Men boz bo'lmamdi. Bugun cho'ng'og'anda dadam bati deb izlab topa. Uning boshqa turib nima qilaman adash? Ey, aroq qo'ysang omamda, bo'lib turadigan balangiz nima? Hoji. Gepimge kirip muş yerden ketmesiniz yaxşı bo'lardi bola. Yaqı jurtlarda yursanız tez bo'larmikin. Onun üstüge hazır eğir ayak tursanız, men sizden ensirap qelyapman, jenim kızı. Ben hamını oylap koydum Züleyxan ana. Ben bu yerde turayversem yana sizlarga eğirchiligimni sağdayman. Onun üstüge haqlarning so'z chechaklarimi jenimdan o'tib ketyapti. Zahid degan ishplasmo hamon bir kuni bu yerga bostirib kelib, sizlarni menimi parakanda qilishi mumkin. Şuna haqlarning ko'zi ko'rmaydigan yiroq yerlarga ketay. Mana bir turmush yo'li tepilib qolam. Bo'pti bola. Gepimge kirmediniz. Ma halqini elib eling. Beshingizga kun tushganda setib xarajat qilasiz. Yo'q, Amalda to'g'rimiz yiqilishdan burun jurtga qaytib keling. Bo'lmasa o'zingiz nima bolalarni qiynab qo'ysiz jenim qizim. Men qizim. Züleyxan canım. Hadiz işini unutqamam jenim balam. O'zingizni obdan asrab, xo'sh bo'ling. Sizlarni o'zlarini asraysizlar Züleyxan canım. Xudoga omonat. Xo'sh. Xo'sh balam, xo'sh. Xo'sh canım. Xo'sh jenim qizim. Meni shaharga ag'ish kesdingiz o'ptikan. Chiqing. Chiqing. Chiqira o'tiring. Qaraganda siz uyda yomonlab chiqmoqchisiz, ha? Biz tanishib qolaylik. Mening ismim Tatlixjon, ha? Qanaqa? Nima qilsiz? Buni qilmay, yaqinroq o'tiring. Keling. Qo'yvat.
xalq qo'ymoqda qizgansiz. Gapimni anglang. Men sizga nima desangiz shuni aytib beraman. Gapimni anglang deyman. Yiqira keling. Qo'shibmas. Men sizni rozi qilaman. Mashina to'xtat. Nima deydi? Mashina to'xtat deyman. Stop. Nega varsiz gapimni anglang deyman. Bu cho'llikda bizni hech kim ko'rmaydi. To'xtang. To'xtang. Bizni kim ko'radi? Qizchaq, ko'zingizni oching. Qizchaq. Meni nega aytmadingiz? Siz nega boradingiz? Urumchiga. Qo'rqmang. Sizni Urumchiga sog'-salomat olib qo'yaman. Xotirjam bo'ling. Mehmet, mehmon qaranglar. Ayak. Men ish istab kelib edim. Nima ish qila olasiz? Hamma ishni qila olaman. Undaq bo'lsa, uydagi qochqochlarni juyib beqing, ko'rib boqay. Ma'qul. Mehmet, bu qizga juydigan qochqochlarni ko'rsatib qo'yg'in-a. Yoqqa bering. Tez bo'lin. Menga Uyt. Mushu xenim, musha deytib qo'yib ishlaysiz.
Әтігіне saat 4 орныңыздан тұрсыз. Менің рұқсатымсыз ұяқ-бұяқ меңішіп болмайды. Түшенгенсіз? Аңылдыңыз мı деймен? Düşendim. Bu өйні açıkçı. Vaqtır işki çıqasız. Balalarım, ben sizlerni chiroyli bir shaharga opiraman. U yerda ko'p pul topsizlar. Anladinglarmi? Anladı. Hey, navoiy yo'lda soqchilar uchrab qilib, tekshirib qolsa, faqat chandırib qo'ymanglarmi? Maqul. Men nima desam, meni og'zim qaranglar, ha? Faqat chandırmanglarmi? Maqul. Ha? Anladinglarmi? Anladı. Manga qansa, ha? Ma'qul. Zoytaga Nima bo'ldi? men bir qo'rqib ketyapman. Dadım opop ensirib qolammikin. Xotirjam bo'l. Ansiramaydi. Men batursam nimadan ansiraydi? Pul topgan yo'qmi? Ba. Ha, unda qo'ygan bo'ldi-ku. Ha? Mening dilimda qilsanglar, chatoq chiqmaydi. Anladinglarmi? Bak. Bak. Keling, qani ishkir kiring. Ha, ishkir kiring. Mehmonga choy qo'yinglar. Bo'linglar. Rast gepingizni ayting. Mau qo'sqingizdagi haromdan bo'lgan balani zodi nerdan topdingiz? Ha? Men sizni ishchankan, yuztavankan, axloqlikan deb bu oshxonada ishlatgandim. Kelginingizga nech oy bo'la bo'lmayla haromdan bola tepib, qo'sqingizni yo'g'antib, pompaytib, men do'st dushmanning oldida nomusga qo'ydingiz. Bo'ldi. Endi men sizni ishlatmayman. Sizni bundaq sharmandachilik qiladi deb o'ylab baxmabdi ekanman. Mana bu sizning ish haqingiz. Iring.
Dedim başlap, ma öýünü bikalap. Näge ýokalsaňyz ýokluň. Közümge ikinjilep körüngüç bama. Ne boldunuz? Yardımım gerek mi? Oy, siz arzıgın o. Ne boldunuz? Bana yeni bir kıtım yardım kılgan bolsanız. Oyca. Meni doktorxonaga qo'yib qo'ygan bo'lsangiz. Oyca. Yaxshimisiz? Uy ijaraga olmoqchi edim. Kiring.
Rahmat sizga. Kelin. Bu arzon, ko'rib beqin. Necha pullarga berasiz? Arzon 15 ko'rib beqin. Cho'ngi bormi? Hoppa, chim. O, balam. Qancha yoshlik bolalar kelar? 4 yoshlik bolalar keladi. Elana. Bo'ladi ekan. Alsangiz arzonroq beraman. Necha? Bunu bak. İkisini alsangiz arzonroq beraman. Oho, balam. Ma'qul. Oho, balam, shug'lama. Oh, balam. Mushu bir xillimi? Necha xilidim bor. Arzonroq ko'rib beqin. Alsangiz arzonroq beraman, ha? Buni O, balam, shug'lama. yana arzonroq berasiz, ha? Alsangiz 10 qo'yib beray. Oy, yaxshimisiz? Tekshiribsiz? Yaxshi, o'zingizchi? Yaxshi. Tijorat qilib yetibsiz-da? Yaxshi. Voy, bolangizmi cho'ng bo'lib qoldi, ha? Ismini nima qo'ydingiz? Umidjon. Yaxshi ismga. Ma'nisi bor ismga. İşlaringiz qandayroq ketyapti? Meni yordamim lozimmi yo? Sizga ko'p rahmat. Helimi ona bola ishimizga ko'p yordam qildingiz. Sizga qanday rahmat aytishni bilmayapman. Undaq demang. O'zingizmi ko'p tirishchilik ko'rsatsiz. Yordam qiladigan ish bo'lsa, menga telefon urasiz. Mana bu mening ism kartochkam. Qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, menga telefon urayvering. Qo'limda kelishicha yordam qilaman. Kim o? Acaba içilip yeyilip sözleşip gettiniz ha? Arzigul. Av balacı. O Arzigulning o'g'li Umidjon. Sizning bu şehirde tanımaydigan xotinlarınız yok. Hey? Nima deganingiz bor?
beriladi? Ay, aka! To'xtab turing. Do'koningizni men ijaraga olay dedim. 1 yillik ijarasini oldin biraqla to'laysizmi? Bo'ladi, biraqla to'lay. Do'kon ancha cho'ng emas, lekin o'rni yaxshi. Ziyon tortmaysiz. Juring amsa, berib ko'rib baking. Akan ag'a